Assalomu alaykum azizlar. What's up fellas? Xitoy haqidagi keyingi video ketma-ketligimizda 1956 va 1957 yillarda bo'lib o'tgan voqea, hodisa haqida, ya'ni ingliz tilida bu 100 Flowers Campaign, o'zbek tilida bu 100 gullar harakati kompaniyasi deb nomlanadi. Bu yilda o'sha yuqoridagi bundan oldingi qilingan tahlilimizdagi davomi hisoblanadi. Ya'ni mavzudan aynan mana shu yillarda 1956-57 yillarda Kommunist partiyasiga konstruktiv ziyolilar va fuqarolardan konstruktiv va haqqoniy chuqur tahliliy tanqidlarni qilishga, bu tizim bo'ladimi, moliyaviy bo'ladimi, har qanday qilingan ishlarga qarshi emas, tanqid ochiqchasiga qabul qilinishini yoki tanqid qilinishligini, lekin haqqoniy bo'lishligini talab qilib, ziyolilardan va fuqarolardan so'rab chiqishni boshlaydi, ya'ni talab qilishni boshlaydi. Aynan mana shu davrdan kelib ziyolilar va o'sha aql egalari, undan tashqari o'sha fuqarolar va fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan har qanday insonlar o'zini fikrini ochiq oydin juda kuchli tanqidlar bilan partiya va partiya tizimlariga qarshi ochiqchasiga bildirishni boshlaydi va aynan mana shu hodisa aynan Maoning qayta ta'siriga olib keladi. Ya'ni u qaysidir ma'noda to'g'ri g'oya sifatida ushbu g'oyani ilgari surib, ya'ni aholidan yoki o'sha ziyolilardan, fuqarolardan so'rab chiqqan bo'lsa, biroz muddat o'tib bu qayta ta'sir sifatida aynan partiya va partiyaning reputatsiyasi, umumiy tanqidlar juda oshib ketganidan keyin bu Maoga yoqmaydi va unga qayta ta'sir qilishni boshlaydi va qaysidir ma'noda bu yerda ikki qarashli fikrlar bor. Ma'lum bir miqdordagi olimlar aytadiki, bu Maoning ochiq bilib bilgan siyosati, ya'ni aynan mana shu yo'l bilan kim unga qarshi va qaysi va umumiy partiyasiga qarshiligini bilib olmoqchi sifatida ko'rgan. Ayrim olimlar yo'q, u haqiqatdan ochiq dil bilan, ya'ni ochiq fikrlik bilan o'sha tanqid qilishga o'zi undaydi va o'sha tanqidlardan xulosa qilib o'zini siyosiy tizimini yoki siyosiy qarashlarini o'zgarishga harakat qiladi deb o'ylagan degan ikki xil fikrni beradi. Endi qaysi fikrni kim qanday qabul qilishi albatta bu o'ziga bog'liq, lekin ma'lumot berish meni vazifam deb hisobladim. Shuning uchun bu voqeani o'zimni video ketma-ketliklarimda o'rni bor deb hisoblab aynan shu voqelikni gapirib o'tishga qaror qildim va aynan 100 Flowers Campaign, ya'ni 100 gullar harakati keyingisi aynan mana shu tanqid qilib chiqqan ziyolilar va fuqarolarga qarshi harakat qilib anti-rightist movement, ya'ni ularga qarshi harakatlar deb chiqarishni boshladi. Ya'ni tanqid qilganlarga qarshi harakatlar boshlandi. Bu o'z tarixga 1957 va 1959 yillardagi anti-rightist movement sifatida olib kirildi.